Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Chaqaloqning qattiq yig'lagan ovozi do'konini qulflab, endigina ketmoqchi bo'lib turgan Eldorni esankiratib qo'ydi. Chunki ovoz do'konning ichkarisidan kelayotgandi. Eldor ovoz kelgan tomonga yugurdi. Chaqaloqning yig'isi peshtaxtalar orasida turgan kattagina so'mka ichidan eshitilardi. Eldor ehtiyotkorlik bilan so'mkani ochdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, uning ichida yo'rgaklangan chaqaloq yig'lab yotardi. Uning o'rovi ichida so'rg'ich ham bor edi. Eldor so'rg'ichni norasidaning og'ziga soldi. Ona mehrini qo'msayotgan chaqaloq yig'idan to'xtadi. Gangib Aziz qolgan tinglovchi, Eldor hikoya akasiga keng qo'ng'iroq tarqalishi qildi uchun va iltimos bo'lgan like tugmachasini voqeani bosib yotig'i qo'yishni bilan unutmang. tushuntirdi. Sardor bilan Nodira sevilib turmush qurishgandi. Ammo taqdir ekan, farzand ko'rishmadi. Nodiraning yuzi kulgani bilan ich to'la dard edi. Ayniqsa, shifokorlarning ayollarda uchraydigan kasallik tufayli farzand ko'rolmayapsiz, yaxshilab davolaning degan maslahatlarni eshitaverib, ko'ngliga chiroq yoqsa, yorishmaydigan bo'lib qoldi. Chunki uning bormagan shifokori, uchramagan tabibi qolmagandi hisob. Sardor akamni ham baxtsiz qilyapman deya ich-ichidan ezilardi u. Yaqinlari ularga bola asrab olishni maslahat berishdi. Ammo Nodira ko'nmadi. Sardorning o'z farzandi bo'lishi mumkin-ku axir. Shu tariqa yillar o'tdi. Kunlarning birida Nodira turmush o'rtog'iga quyidagi mazmunda xat qoldirib, onasinikiga ketib qoldi. Sardor aka, siz men uchun nihoyatda qadrli insonsiz. Sizni baxtsiz qilishga haqqim yo'q. Farzand er-xotin o'rtasidagi mustahkam rishta. Farzand ko'rmas ekanmiz, biz hech qachon baxtli bo'la olmaymiz. Shuning uchun siz boshqa oila quring, farzandli bo'ling. Men roziman. Nodira. Sardor hayotini Nodirasiz tasavvur ham qila olmasdi. U ukasi Eldorni do'konda qoldirib, o'zi Nodirani uyga qaytarib olib kelish uchun qaynotasinikiga yo'l oldi. Shu payt ukasi qo'ng'iroq qilib, bo'lgan voqeani aytib berdi. Bu xabarni eshitgan Sardor dovdirab qoldi. Yonida bir ahvolda turgan xotiniga qarab, Nodira, bizga Allohni rahmi kelgan ko'rinadi. Do'konga kimdir chaqaloq tashlab ketibdi dedi. Er-xotin do'konga shoshilishdi. Mana, o'sha voqeaga ham 5 yildan oshdi. Chaqaloqqa Umidjon deb ism qo'yishdi. Unga bor mehrlarini berishdi. Umidjonning qadami qutlug' keldi. Oradan 2 yil o'tib, ular qizlik ham bo'lishdi. Lekin bir narsadan Nodiraning ko'ngli g'ash. Kimdir doim Umidjonga sovg'a salom tashlab ketardi. Shuncha urinsa-da, uning kimligini bila olmasdi. Qo'shni qiz Gullola bu yil kollejni tamomlaydi. Bo'y qizning uyidan sovchilarning qadami uzilmay qoldi. Qiz bolani palaxmon toshi deyishadi. Ota-onasining oq fotihasi bilan uni unashtirishdi. Lekin Gullolaning to'yi kuni erta tongda sovuq xabar tarqaldi. U ko'p miqdorda uyqu dori ichib, to'y azaga aylandi. Gullolaning singlisi Gulandom ma'rakaga chiqqan Nodirani bir chetga tortib, uning qo'liga maktub tutqazdi. Opam ushbu maktubni hech kimga ko'rsatmasdan Nodira kelinoyimga bergin deb tayinlagandi. U shunday deya yig'lagancha iziga qaytdi. Nodira kelinoyi, adashgan singlingizni kechiring. Men aldanib qoldim. Bir odamning shirin so'zlariga, sovg'a salomlariga uchdim. Homilador bo'lib qolganimni sezgach, o'zimni to'rt taraf ko'rdim. Ota-onam bilib qolsa, bu isnodni ko'tara olmasligi tayin edi. Chunki ular menga juda ishonishardi. O'ylay, dardimni opamga aytishga majbur bo'ldim. U hamshira emasmi? Darhol meni tekshirib ko'rdi. Avval rosa urishdi. So'ng birga yig'ladik. Jigar emasmi? Onamga qiynalyapman, Gullola menga 1-2 oy qarashib yuborsin deb uyga olib ketdi.
O'zim to'ladan kelgan qiz bo'lganim uchun homiladorligim unchalik sezilmadi. Pochcham Rossiyaga ishga ketgan paytda opamning uyida ko'zim yoridi. Gaplarimni ikki qulog'ing bilan eshit. Farzand ko'rganingni hech kimga ayta ko'rma. Birov eshitib qolsa, bir umr yuzi qora bo'lib qolasan. Opam shunday dedi-da, chaqaloqni kattagina so'mkaga joylab chiqib ketdi. O'sha kuni sizni qaynukangiz Eldor do'konda ekan. Opamni do'konda so'mkani qoldirib ketganini sezmay ham qolibdi. Bundan keyingi voqealardan xabaringiz bor. Kelinoyi, bilib bilmay og'ir gunoh qilib qo'ydim. Endi buni azobini tortyapman. Umidjonni ko'rganimda o'zimdan nafratlanardim. Shunday bo'lsa-da, uni ko'rgim, sovg'alar bergim, bag'rimga bosgim kelaverardi. Ota-onam o'qishni tugatding, ayni turmush quradigan payting deb meni unashtirishdi. Kechalari yig'lab chiqardim. Yoshlikdagi xatoyim, tushim bo'lsaydi deb o'ylardim. Afsuski bunday bo'lmasligini yaxshi bilardim. To'y kuni ham belgilandi. Hamma xursand. Ammo men bamisoli jonsiz bir haykal edim. Menga uylanmoqchi bo'lgan yigitni aldab, baxtli bo'larmidim? Yo'q, vijdonimga qarshi bora olmadim. Meni aldab, baxtqaro qilgan yigitdan nafratlanardim. Kelinoyi, sizdan iltimosim shuki, Umidjon qabrimga gul qo'ysin. Chimildiqqa gullarga burkanib kirish nasib qilmadi. Buni qanchalik orzu qilgandim. Alvido, Gullola. Nodira xatni o'zida kuch topib, oxirigacha o'qidi. Tizzalaridan darmon qochdi. Ochilmasdan so'lgan Gullola. Xato ustiga yana xato qilgan singlim. Hayot insonga bir marta beriladi. Undan o'zingni masvo qilish xiyonatga teng. Agar aybingni aytsang, balki o'sha yigit kechirardi. Irodasizlik qilibsan. Ammo Nodiraning bu gaplarini Gullola eshitmadi. Men esa bu gaplarni gulning yaprog'iday qizlar eshitishini juda xohlardim. Toki ular qiz bolaning sha'ni, or-nomusi hayot qadar qadrli ekanini bilishsin. Hikoya muallifi Zuhra Bobojonova. Hikoya tamom. Manzur kelgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.